Assalomu alaykum xolajon. Mana bugun 19 aprel. Bizani Magnatur jamoamiz bilan, o'zingizni yaqinlaringiz bilan Samarqandga bir kunlik sayohatga keldingiz. Xudo xolasa fikrlaringiz qanaqa bo'lganini chiroyli qilib aytib bersangiz, qolganlar ham biza buni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib, shu bildirardik, kelsa qanaqa bo'lishini, qanaqa yaxshimi yomonmi, xolis fikringizni bildirsangiz bo'ldi. Alaykum assalom o'g'lim. Rustamjon ismingiz bor ekan. Chin Rustam ekansiz. Allohning panohida bo'ling. Juda ham taassurotli o'tdi sayohatlarimiz. Juda ham chiroyli dam oldik. Juda ham maroqli bo'ldi. Ming rahmat sizlarga, xursandchilik bilan o'ynab kulib o'tqizdinglar. Hammamizni biza qarilar, rayimizga qaradinglar. Billa yurdinglar, billa chiroyli gaplashdinglar. Allohning panohida bo'linglar, ishinglarga omad, rivoj, kasb-kor, umrjoninglarga Alloh barakotini yog'dirsin. Yana bundan-da rivojlanib ketsin ishlaringlar, omadinglarni bersin. Alloh yana sizlar bilan qayta chiroyli joylarga birga borishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Shofir bolamga ham ming rahmat, chiroyli olib yurdilar, hech qiynalmasdan o'tirib, qiynalmasdan borib keldik. Yana nasib qilsa yana sizlar bilan birga borish niyatlarimiz bor. Har doim Allohning panohida bo'linglar, ishinglar oldiga qarab yursin, omadinglarni bersin. Bizani boshqarib yurgan Sabina qizimizga ham Alloh umrlarini, rizqlariga Alloh baraka bersin, o'qirkanlar o'qishlariga rivoj bersin ilohim. Bundan-da katta ilmlarni egasi bo'lib yursinlar. Har doim chiroyli kunlarda uchrashinglar, omadinglarni bersin. Ota-onanglar faqat rohatinglarni ko'rsinlar, topganinglar halol bo'lsin. Allohning panohida bo'linglar, har doim yaxshi kunlar diydor ko'rishinglar. Allohu akbar.